Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Lionel Messi 19 yil oldin bashorat qilganmi? Ha do'stlar, bugun juda katta final, juda buyuk final, jahon chempionati tarixidagi eng yaxshi finallardan biri bo'lsa kerak. Shunda Lionel Messi 19 yil oldin bashorat qilgan bo'ladimi? Chunki u bugun 19 yil oldin cho'miltirgan kichkina bolakay bugun u bilan finalda raqib jamoa libosida to'p suradi. Umuman olganda bu chempionlik, bu jahon chempionati kubogi kimga ko'proq kerak? Lionel Messigami va Lamine Yamalgami? Umuman olganda kim chempion bo'lishi, kim sovrin yutishdan qat'iy nazar ularning obro'siga menimcha ta'sir qilmaydi. Chunki Lamine Yamalning butun boshli mavsumi, butun boshli faoliyati oldinda Lionel Messining esa futbol tarixida menimcha qiladigan ish qolmadi. U chempion bo'lsa bo'lmasa unga menimcha darajasi ko'tarilib ham qolmasa kerak yoki tushib ham qolmasa kerak. Menimcha ko'tarilsa ko'tariladi, lekin tushmaydi. Albatta fikrlarni kommentariyalarda yozinglar. Kim yutishi, kim g'alaba qozonishi va kim chempion bo'lishini bitta katta juda katta tarixiy voqeani bugun guvohi bo'lamiz. Sizlar bilan birga kim chempion bo'lishini qat'iy nazar, ikkala jamoaga ham omad.